yangi kelgan partiyamizdagi 3 ta eng pulga stoyuvchi notebooklarni ajratib tayyorlab qo'ydim. Buni bitta ko'ringlar. HP dan EliteBook birinchisi AMD Pro A18700B protsessor bilan jihozlangan, 8 ga 256 lik R6 grafik kartasi ham bor. Buni qaranglar, mana portlari ham, holatlari ham ancha tiniq holatda. Buni narxi 2.100.000 so'm. Endi keyingisi HP dan o'tgan safar rosa ko'p sotilgan, ko'pchilik ulgurmay qolgan ProBook modeli, отпечатkalari bor, i3 8-avlod. Bu ham 8 ga 256 lik, o'qishga, ishga zo'r variant bo'ladi. Holatini ham o'zlaring ko'rib baho beraverasizlar, tiniq bo'lib turibdi. Buni narxi atiga 2.200.000 so'm. Endi uchinchisi buni qaranglar. i5 8-avlod 8 ga 256 lik Dell modeli. Juda skromniy, juda seryozni modellardan bittasi. Zo'r notebook bu ham. Buni ham holat tiniq. Buni narxini atiga 2 million so'm qilib beramiz. Sotib olish uchun bemalol bizga murojaat qilsalaring bo'ladi.